Assalomu alaykum, Ismoil O'z kanali obunachilari, chorva ishqibozlari, qo'zi qo'yish qozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyat To'raqo'rg'on tumani Sariq qishlog'ida Nazirjon ukamizga efirlashamiz. Hurmatli obunachilar, bugun 9-iyun, hafta kuniga dushanba. Hammalaringga kun, haftani boshi xayrli va maroqli o'tsin deb bugun video syomkalarimiz chiroyli qilib boshlaganmiz. Hurmatli obunachilar, gapirayotgan gap so'zlarimizga oddiy alohida e'tiborlaringizni berib turishlarini so'raymiz, chunki hamma ma'lumotni qo'ldan kelgancha olib berishga harakat qilaman. Ustoz. Yo'lingizni chaqing obunachilar. Ustoz, xo'p, bugun qo'ylar narxi yengil bo'ladi. Eski narxda bo'ladi. Eski narx degan sababi o'zi boshlandi. Bir haftadan keyin vaqt qoldi. To'g'risi gapda obunachilar shoshilib oladigan yeri. Narxni yengil qo'yib beraman. Narx oshdi deb baland narx qo'yib olish niyatim yo'q. To'g'risi gapda arzon chiqaraman, arzon sotaman. O'zimda tomini o'zim bo'lib turmay. Yengil qo'yib beraman bugun narxni. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, video boshidan birdan like'lar bosib, qo'llab-quvvatlab turaversizlar. Xo'p, birinchi partiyamizga soni nechta? 30 dona. Soni 30 bosh, bari qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor akalar. Ular yosh oyligini qanchaga beramiz? 5 oylikka. Hurmatli obunachilar, yosh oyligini 5 oylikka bemalol xarid qilsang Xudo bo'ladi. e'tibor bering, hammasini qulog'i butun jonivorlar. Quloqlari butun, holat ideal lekin uzunligi uzun, yaxshi qo'zg'ochqildi. Siz bilan aytganda yemini berib, chiroyli qilib, sababini qilib boqilsa, xudo xolsa yaxshi effekt, yaxshi daromad olarsiz. Qo'ldan kelgancha biz yoritib berishga harakat qilaveramiz. Qo'ybasini qanchaga beramiz buni? 65 plyusga olsin. 65 plyusga olaverasizlar akalar, xudo xolasa. Kichima ahdi sog'liqlari yo'q. Bo'lsa qaytarishaveradi. Kichima ahdi sog'lig'i bo'lsa qaytaraverasizlar akalar. Kichima ahdi sog'liqlari umuman yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa qo'zlar hammasiga dumbat kelib o'ynab turgan qo'y. Ustoz haligi urg'an qo'ymas. Danak qo'zi. Bedani ichida yurgan qo'zlar. Hop, yeb ichar sog'lik salomatlik garantiyalari. Bir hafta 10 kun garantiyasini beramiz. Bir hafta 10 kun garantiyalarni berib sotiladigan joyidan akalar, xudo xolasa. Akalar, ukamiz bitta o'zi unaqa ko'p foydani ko'zlamaydi, ozgina qorin to'ydiradigan variantda. Keyin mana o'zi ham video boshidan va'da qilib aytyapti, xudo xolasa o'sha eski narxda kelganki, eski narxda arzonroq qilib beraman deyapti. Akalar, shu o'rinda men o'zim ham aytib o'tib ketaman, hozir oladigan mahal olinglar akalar, o'zim narxlar o'sha keskin ko'tarilishni boshlagan. Qo'ldan kelgancha endi ko'p aka-ukalarimiz o'sha ba'zi qo'y ola olmaydi akalar. Shu tomonini hisob qilgan holatda ham olib qolish kerak, imkoniyatdan foydalanish Ustoz kerak. bitta yeri bor, kelib olsin. Kelib ko'rib olsin. To'g'risi gapda u haligi bilasiz, endi o'zingiz hamma tushunib turibdi. Kelib ko'rib olsin. Qishloqqa kelsa qo'yingiz qaytishmaydi. Saray degan joyga kirib qolsin bo'ldi. 4 svetoforga kelsin, bo'ldi. Qo'y olishadi, iloji yo'q. Qo'y bilan qaytishadi. O'zbekiston eng katta bozor Saray bo'lib ketdi. To'g'risi gapda, narxini xudo xolasa mana qo'yda yengil qo'yib beraman, ustoz. Xudo xolasa. Hop, bular narxini ish bilan qo'yib beramiz. Hammasi boshlayman degan. Haligi bo'ladigan yerini aytaman, 200 ming yetib qiyishib, 400 ming yetib, hali qo'pol qilib aytganda magazin narx. Aytgan narximni sotaman bugun. To'g'risi gapda yengil qo'yay, yangisiga qiziqay. Narx oshdi deb 300 ming qo'shib olmayman. Mana qo'lingizni bering. Men ham martman. 2 million 600 ming so'm optimga olsin. Dastlabki Samarqandgacha. Hurmatli obunachilar, 2600 ming so'm dastlabkasi Samarqandgacha besplatno qilib. Menga qarang. O'zbekiston bo'ylab qilib beraman, hammasini olsin. Hamma. O'zbekiston bo'ylab Qoraqalpoqqa yetkazib beraman, hammasini olsin. Hurmatli obunachilar, hammasini olsin, O'zbekiston bo'ylab chiroylab dastlabkasini qilib yetkazib beriladi. 2600 ming so'm. Akalar, talashib tortishish kerak yo'q, sizlarga vaqtlaringni olib xiyar qilib mana bu yerda 28 29 narx yetkazib bo'ladigan savdoni qilib yetkazib berilyapti. Faqat mana shunaqa videolarni qo'llab-quvvatlab tursalar, like'larni bosib, mana shunaqa video bo'ladi. Vali vaqtlaring olinmaydi-da, akalar, xiyar qilib, boshqa qilib yaqansani ham juda yaxshi eplayman, qo'limdan keladi, lekin kerak emas. Men faqat sizlar obunachilar sizlar tomonidan xudo xolasa chiroyli bo'ladigan narxlarni aytib beraman. Tanlab olinsa nima bo'ladi, nazar? 27 dan tanlab olish bo'ladi. 2 million 700 ming so'mdan xarid qilib olsa tanlab olaversa, optim bir joyga olaman degan kunligi 2 million 600 ming so'mdan 12 ta viloyatga dastlabkamiz besplatno qilib yetkazib beriladi. O'rtasidan bo'lib haydab olsa-chi? Optim narxga ketaveradi. Optim narxda 2 million 600 ming so'mdan ketaveradi ekan. Like'lar bosib qo'llab-quvvatlab turing. Narxlar bo'yicha o'zlaring fikrlaringni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Yerdan balandligini 65 plyusga. Shuni hisobini olsin, obunachilar, iltimos, shuni hisobini olinglar. Bitta metrda qo'llaringga olib, bunday o'lchab olinglar. 65 plus minus. Bo'ldi. Shuni hisobini olinglar, bo'ldi, tamom. Hurmatli obunachilar, bekorga buni bo'ybasini aytilmaydi yerdan balandligini, chunki qo'ylar katta qo'y, kichkina qo'y katta ko'rinib turadi. O'shani hisobiga bo'ybasini aytib ketadi. Lekin narxi uncha bozorga qaraganda haqiqatan 200 ming so'mdan farq qiladi akalar, arzon.
olish kerak, imkoniyatdan foydalanish kerak. Yana zo'r tomoni, qulay tomoni akalar, dastlabki masalalar mutlaqo bepul uyingizgacha yetkazib beriladi. Keyin zo'r shofyor akalarimiz bor akalar. Qo'rangizga qamashga imkoniyatlaring bo'lmasa, qo'rangizgacha olib kelib qamab berishadi. Keyin bitta yeri bor ustoz, haligi garantiya degan yeri bor-da. Misol uyimizda video qilamiz, bozorda bo'lmaydi. Uyimizda mana shu uy bizniki. Misol kasal boshqa balo-battar bo'lsa, kelib, ko'rib, misol hamma yoqda xabarini olib, telefonlarni so'zib olishyapti. Xudo xolasa muomala yaxshi, birovni olig'i yo'q. Ustoz, to'g'risi gapda siz kanalingizdan olsa foydalansin. Xalq uchun xizmat qilyapmiz. To'g'risi gapda xalq uchun xizmat qilyapmiz. Martaba yangi bo'yingdan ham baland bo'lsa-ki, qo'raga tegayotganlar malades. Hurmatli bo'ydan ham bergan savollar, martabadan shunga yarasha baland bo'lsin. Akalar, layklar bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Ukamiz yosh savdogar, insof bor. Tarbiyani olgan xullas. Tarbiyani olgan. 5 qo'l kerak yo'q, ozoz. Akalar, bizdan o'zlashmay turasizlar, oldinda keyingi partiyalar. Narx arzon, chiroyli narx bo'ldi hozir. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga puli arzonroqdan kerak degan aka-ukalarimiz uchun puli narxi yengildan to'g'ri. Soni 16 bosh. Soni 16 bosh Bir ekan. dona sovlig'i bor. Ichida bir dona sovlig'i bor, 15 ta qo'chqor ekan. Yoshlarga qanchaga beramiz bular? Bular ham shu 5 nari qo'ylar bilan bir xil pul sal farqi bo'lganligicha ayirib qo'yganman. Ha, ozgina farq bo'lganligicha aytib qo'yilgan xolos. Bo'y basti ham demak 65 plus minus. 600 plyusga olasiz. Bo'y basti ham 65 plus minusga bemalol xarid qilaman. Keyin bitta yo'li bor, mana 3 ta sariq ko'ryapsiz. 3 ta sariq alohida savdo qilamiz. Narxini aytib qo'ying, 2,5 milliondan olishaverasiz. 3 ta sariq. 3 ta sariq. Ikkinchi dastlabkasi bor. Xo'p. Unda hammasini bir joyga olaman deysiz-chi? 2 million 400 dan olasiz. 2 million 400 ming so'mdan. Hurmatli onalar, 2 million 400 ming so'mdan hammasini bir joyga olmoqdan olgan odam yetti hisobda qolsa. Bir yil chiroyli qilib sababini qilib, boqib qarasizlarning yaxshi rezultat qiladi, faqat boqish kerak ekan. Mehr berish kerak, chiroyli qilib mehr berib boqish kerak. O uyimizda akalar o'tgangi sezonda 23 ta Vapsi bundan ham pasini boqqanman, lekin shu yil 4 million 200 ming so'm sotdim. Nimaga chiroyli qilib qarab qo'yib, boqib qo'yib. Sizlar ham chiroyli qilib yaxshilab qarasizlar, zo'r o'zgarib ketaveradigan narsa. Chunki o'zi hali bular ko'chat o'sadigan narsa. Ustoz keyin yana bitta gap, o'zingiz ham kelsangiz ko'paytasiz şeylar, mana haqida misol yo'l ko'rsatasiz, misol bilasiz. Bunday qilish kerak yo'q. Mana imkoniyat. Olasiz 2 million 400 ming. Foydalansin, maza qilib boqsin aka. Xudo xolasa 2 million 400 ming so'mdan hali ham arzon narxlarda, qulay narxlarda sotib xarid qilaman degan kishilar shoshilib telefon qilsalaring bo'laveradi. Bir haftadan keyin menga yomon ko'z bilan qarashmasin deb qo'yib. U hafta bekor qo'yib, bu hafta endi qolishi bekor yomon ko'z bilan qarashmasin, to'g'risi gap. Holat shuni taqozo qilyapti. Endi iloji yo'q. O'g'lar endi narx kelgan narxiga qarab sotiladi. Bu eski narxda kelgan, eski narxda sotilyapti. O'shaning hisobiga ham imkoniyatdan foydalanib telefon qilsalaring, bog'lansalaring bo'ladigan mana. Go'sht yo'nalishida akalar, go'sht yo'nalishida chotki rezultat qilib beradi xolos. Yeb ichari, sog'lik salomatligiga xotirjam o'ylanib o'tirmaysizlar akalar, bir haftaga kafolatni beriladi hozir. Lekin mana shu ko'rib, mana shu boshqa. Hop, 2 million 400 ming so'mdan ketaveradi. Ketaveradi. Dastlabkasi Toshkentgacha, Samarqandgacha yetkazib berish bo'lsa, haligi yordam qilishadi. ha, yo'l kirasi. Yo'l kirasiga bo'lishamiz. Bu yo'l kirasiga yordam qo'lsa Toshkentgacha besplatni qilib yetkazdirib beriladi akalar. Yo'l kira masalasiga nimaga o'ylanib qolyapti degan aka-ukalarimiz, akalar ko'p takrorlab turaman. Ko'p pul qo'yib sotilmaydi. O'shaning hisobiga yo'l kirasi bilan, yo'l kirani 1 million 1,5 millionga olib keladi, 16 ta qo'ydan yaxshi foyda qilsa kerak degan xayolga bormaysizlar akalar. Yo'l kira masalasiga o'ylanib qoladigan joy. Chunki unaqa ko'p pul qo'yib sotilmaydi. Soniga ish qilinadigan joyda. Xudo xolasa. Akalar, bizdan o'zolishmayman, like bosmadingiz hali ham aka. Bir dona like shuni tik ketib qo'yaman, mana shu ham bilaman. Bo'ldi. Kommentarga o'zlaringiz fikrlarni qoldirib tursanglar, to'g'risi keyingi partiyaga biz o'tib ketaveramiz. Bizdan o'zolishmayman, oldinda keyingi partiyalar. Hurmatli obunachilar, keyingi partiyamizga soni ham ozgina, narxi ham o'ta arzon, o'ta qulay bo'ladi hozir. Soni beyda nechta hozir? 6 bosh. Nechi? 6 ta. Hurmatli obunachilar, soni 6 Bir dona sog'lig'i bor. Bir dona arg'achisi bor, 5 ta qo'chqor. Yosh o'yliklarichi bular? 3,5 to'raylik. 3,5 oy, 4 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqor va bir dona urg'ochisi ham bor ekan. Yerdan balandligi 60 plyusga olasiz. 60 plyusga xarid qilaverasizlar akalar. Telegram, WhatsApplarga yozsalaring. Videolarni tashlab o'lchab ko'rsatib qo'yilaveradi. Bemalol, bexijolat akalar. Xo'p, narxini hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarga narxini ishlab qo'yib beramiz. Narxi nima? 21 dan olasiz ustoz. 2 million. Talashmaydi, 21 dan olsin, boqsin. Akalar, 2 million 100 ming so'mdan bemalol xarid qilsang bo'ladi. 5 ta qo'chqor, bitta irg'achi.
imkoniyat bo'lsa bir joyga olinglar akalar. Ikkita olaman desa-chi, Nazirjon? Bitta olamansa 22 dan. 22 dan 2 dona olib, bitta qo'chqor, bitta sog'lig'ini qilib bersa ham, sog'lig'i mana shu birinchida ekan. Astoydil. Sog'lig'i ham qo'chqordan kuchli qiladi xohlasa. Bemalol 2002 so'mdan bundasi qanaqaga qilamiz? Respublikasi Toshkentgacha. Toshkentgacha Shu besplat. vodiyda qoladi bu qo'y. Ha, xudo xohlasa. Vodiyda qoladi. Hurmatli obunachilar, Toshkentgacha besplatni qilib yetkazdirib beriladi. Layklar bosib qo'llab-quvvatlab turing, bizdan uzoqlashmanglar. Bu so'nggi partiyamiz edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, xudo xolasa. Yaxshi hayotda yaxshi yashash kerak. Umr qisqa. Charchamanglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.